59200 ga 74 kvadrat nima deyapti? Hisoblanglar, kalkulyator ochinglar, tez. Shoshilib qolinglar. Okean Novostroykamizda idealniy narxda korobkamiz chiqqan. Qani kelinglar, obzorni qilib ko'ramiz. Endi bu remonti yo'q, korobka holatda o'zingizlar xohlagancha remont qilasizlar. Kvadrati katta, keng, prixojniy zonalari juda ham fayzli. Mana krushlari uzun, koridorlari, ma'mutlari keng qilingan, hojatxonalari razdelniy qilingan. Mana bu yoqimiz mana bitta xonamiz. Bu yoqimiz mana ikkinchi xonamiz. Bu yerda umuman gluxoy xonani o'zi yo'q. Bu xonadonimiz 74 kvadrat. Bu yoqimizda mana sanusulimiz, vanna qismimiz ham, tualetni o'zingizlar bilib olib quraverasizlar. Xullas, mana bu yoqimizda mana zal qismimiz juda ham fayzli qilib, zo'r qilib remont qilib, arendaga qo'ysanglar ham, sotishga olsanglar ham juda ham zo'r. Akalar, shunaqa variant topib qo'ydim sizlarga, shoshilib qolinglar. 74 kvadrat 59200. 16 etajli Novostroykamizning 12-etajda joylashgan. Shoshilib qolinglar. Shunaqa tabiatga qaragan joylari va idealniy uy xonadonimizda sotuvga chiqqan. Arzon narxda. Xayr, salomat bo'linglar.